Bu nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning ko'rgazma harakatli tafakkurining o'ziga xos xususiyatlari rejalarim bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning umumiy psixologik pedagogik xususiyatlari. Ikkinchi reja ko'rgazma harakatli tafakkur tushunchasi va uning rivojlanish mexanizmlari. Uchinchi reja nutqida kamchilik kuzatiladigan bolalarda ko'rgazma harakatli tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari. Endi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar bu nutqning tovush talaffuzi, so'z boyligi, grammatik qurilishi yoki nutqning to'liq qonli shakllanishida turli darajadagi buzilishlar mavjud bo'lgan bolalardir. Bu kamchiliklar nafaqat nutqda, balki bolaning umumiy psixologik rivojlanishida ham o'ziga xos xususiyatlar bilan namoyon bo'ladi. Bunday bolalarning psixologik xususiyatlari haqida gapirib o'taman. Birinchi esa idrok jarayoni. Idrok etish jarayoni ko'pincha bunday bolalarda sekin bo'ladi. Murakkab nutqiy topshiriqlarni qabul qilishda qiynalishlar kuzatiladi. Ko'rgazmali materiallar yordamida idrok ancha faollashadi. Ikkinchisi diqqat xususiyati. Diqqat barqarorligi pastroq bo'lishi mumkin. Uzoq davom etadigan topshiriqlarda tez charchash holatlari kuzatiladi. Keyin diqqatni bir joyga jamlash uchun ko'rgazmali va harakatli mashg'ulotlar samarali hisoblanadi bunday bolalarda. To'rtinchisi xotira. Bu og'zaki eslab qolish qiyinlashadi, chunki nutqiy materialni tushunish sekin bo'ladi bunday bolalarda. Keyingisi ko'proq ko'rgazmali harakatli xotira yaxshi rivojlangan bo'ladi. Keyin eshituv xotirasi nutqiy kamchilik tufayli sustroq rivojlangan hisoblanadi. To'rtinchisi tafakkur jarayoni. Bunday bolalarda abstrakt tafakkurdan ko'ra ko'rgazmali harakat tafakkuri kuchliroq bo'ladi. So'zlar orqali fikrlash qiyin bo'ladi. Ko'proq predmetlar, rasmlar, amaliy harakatlar orqali ifodalaydi. Mantiqiy bog'lanishlarni tushunish, qo'shimcha izohlar zarur hisoblanadi. Pedagogik xususiyatlari, ya'ni o'qishga munosabat. Bunday bolalarda nutqiy tushunishdagi qiyinchiliklar sababli dars materiallarini o'zlashtirish sekinlashadi. O'qituvchidan ko'proq takrorlash, sodda tushuntirish va ko'rgazmali metodlarni talab qilish mumkin bo'ladi. Keyingisi mustaqil ishlash ko'nikmalari. Ko'rsatma noto'g'ri tushunilishi tufayli mustaqil ishlashda xatolar ko'p uchraydi. Bosqichma-bosqich aniq ko'rsatmalar berish samarali natija beradi. Muloqotda ishtiroki. Tengdoshlari bilan muloqotda qiynalishlari mumkin. O'yinlar, rolli mashqlar va juftlikda ishlash muloqot ko'nikmalarini yaxshilaydi. Keyingisi ko'rgazma harakatli tafakkur. Bu insonning fikrlash jarayonida predmetlar bevosita amaliy harakatlar orqali, masalan, hal qilishga asoslangan tafakkur shaklidir. Bunda bola yoki kishi muammoni qo'l bilan ushlab ko'rish, o'zgartirish, ajratish, birlashtirish, ko'chirish, solishtirish kabi harakatlar orqali tushuniladi. Bu tafakkur turi asosan 2-7 yoshda faol rivojlanadi, lekin nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda uzoqroq davom etishi mumkin, chunki ular abstrakt va og'zaki tafakkurda qiyinchiliklarni sezadilar. Keyingisi ko'rgazma harakatli tafakkurning asosiy xususiyatlari. Predmetlar bilan real harakatga tayanadi. Bola masalani tushunish uchun predmetni qo'lga olib, o'zgartirib ko'radi. Ikkinchisi tafakkurning sodda va asosiy bosqichi. Keyinchalik bu ko'rgazma obrazli va abstrakt tafakkurga asos bo'ladi. Uchinchisi analiz va sintez amaliy faoliyat orqali shakllanadi. Bola ajratish, taqqoslash, birlashtirish kabi intellektual operatsiyalarni harakat orqali bajaradilar. Keyingisi ko'rgazma harakatli tafakkurning rivojlanish mexanizmlari haqida ma'lumot berib o'taman. Bunda amaliy harakatlar orqali o'rganish. Bola predmetni ushlab ko'radi, siljitadi, yoyadi, quradi, buzadi, shaklini o'zgartiradi. Ko'rgazma harakatli bilan amaliy mashg'ulotlar. Rangli kubiklar, konstruktorlar, geometrik shakllar, mozaika, murakkab bo'lmagan mexanik o'yinchoqlardan foydalaniladi. Analiz va sintezni, qiyoslashni, tasniflashni, umumlashtirishni kuchaytiradi.
Shu vositalar orqali bola muammoni yechish strategiyasini shakllantiradi. Keyin mantiqiy operatsiyalarning shakllanishi amaliy harakatga bog'liq hisoblanadi. Nutqiy rivojlanishi sust bolalarda taqqoslash, tahlil qilish, sintez, umumlashtirish kabi fikrlash operatsiyalari real harakat jarayonida shakllanadi. Og'zaki tushuntirishga tayanish ularda sust bo'ladi, lekin qo'l bilan bajariladigan mashqlar fikrlashning tezroq rivojlantiradi. Nutq kamchiliklari bo'lgan bolalarning fikrlash jarayoniga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday bolalarda ko'rgazma, harakat, tafakkur, ya'ni predmetlar bilan amaliy harakatlarga asoslangan fikrlash shakli alohida xususiyatga ega bo'ladi. Nutqi normal rivojlangan bolalar 5-6 yoshdan boshlab ko'proq ko'rgazma, obrazli va og'zaki mantiqiy fikrlashga o'tadi. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda esa amaliy harakatga tayanadigan tafakkur uzoqroq davom etadi. Nutqiy kamchilik tufayli obrazli, assosiativ tafakkur sekin shakllanadi. So'zlar orqali tasavvur qilish qiyin, tushuntirishsiz rasm yoki predmet bilan ishlash ularni ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun harakat orqali o'rganish asosiy yo'l bo'lib qoladi. Emotsional holatning ta'siri kuchliroq. Harakatli va ko'rgazmali mashg'ulotlar bolani qiziqtiradi, diqqatni ushlab turadi. Og'zaki yoki yozma topshiriqlarni esa tez charchatadi. Shuning uchun ko'rgazma harakat tufayli ular uchun motivatsion jihat ham qulay hisoblanadi. Fazoviy tasavvur ko'proq ko'rgazmadan shakllanadi. Chap, o'ng, yuqori, quy, oldi, orqa tushunchalari og'zaki tushunishi juda qiyin bo'ladi, lekin ko'rsatib berilsa yoki predmetlar bilan amaliy mashg'ulot qilinsa bola tezroq o'zlashtiradi. Bola fazoviy tafakkur ko'rgazma harakatga tayanishini ko'rsatadi. 6-si idrokning barqaror emasligi. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda diqqat tez chalg'iydi, idrok sekinlashadi, ko'rsatmani noto'g'ri qabul qilishi mumkin. Keyingisi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarda ko'rgazma harakati, tafakkuri uzoqroq saqlanadi. O'qitishning asosiy kanali sifatida xizmat qiladi, amaliy faoliyatga tayanadi. Fazoviy va vizual idrok yordamida tezroq rivojlanadi. Mantiqiy, nutqiy fikrlashning o'rnini qisman kompensatsiya qiladi. Bunday bolalar bilan ishlashda ko'rgazmali vositalar, o'yin faoliyati, konstruktorlar, predmetli topshiriqlar alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi mavzuim shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.